Yapon zobiti. Kemalar yonida to'lqinlar chayqalar, yomg'ir shivalar, lekin bulutlar orasidan quyosh ham mo'ralar. Havoda esa kamalak uchqunlari charaqlay boshlagan. Partizanlar og'izlarini ochgancha yapon ofitseriga qarab qolishdi. Ularga hali bunaqasi duch kelmagandi. Asirlar orasida har xili uchrar, ba'zilari rahm shafqat so'rab iltijo qilar, bundaylarni otish joyiga sudrab olib borishga to'g'ri kelardi. Boshqalari esa qilt etmasdan o'limni xotirjam qarshi olar, hech nimaga parvo qilmasdi. Ba'zilari esa eslari og'ib, kiyimlarini yirtib tashlar, raqibini o'xshatib onasidan olib so'kar, to'lib toshgan nafratini aqalli shu yo'sinda bosardi. Bu esa miltiqni oldi, sozladi va jimgina o'zini otishlari uchun yana qaytarib berdi. Partizanlarni bittadan otib, so'ngra qochishga urinsa bo'lardi-ku. Darvoqe, to'g'ri, lekin negadir shunday qilish Yutaro Todaning xayoliga ham kelmagandi. Shu lahzalarda u o'z taqdiriga tan bergan va buni anglash har qanday qarshilik ko'rsatish tuyg'usidan mahrum qilib qo'ygandi. Bunday voqea hatto matonatli kishilarda ham bo'lib turadi. Hayot yo'li endigina boshlangan odamdan nimani ham kutish mumkin? Ketdik orqaga. Partizan miltiqni tushirdi-da, boshi bilan bo'lma tomonga ishora qildi. Yutaro Toda uni tushundi va kuzatuvchilar oldiga tushdi. Partizanlar uni yana bo'linmaning qo'mondonlik punktiga olib kelishdi. "O'rtoq komandir", dedi birinchi partizan. "Bu asir miltiq ustasi ekan. Miltig'imning patroni tiqilib qolganda, u bir zumda to'g'rilab berdi. Yaxshiyam otib tashlamabmiz." Saveliy Parfyonov jonlandi. Otryadda o'lja qilib olingan qurollar ko'p, lekin ularni qanday ishlatishni bilishmasdi. Miltiqchi usta u uchun qimmatbaho topilmaydi. Partizan bo'linmasining komandiri va yapon poruchigi bir-biriga ko'z uzmay tikilib qolishdi. Saveliy Parfyonov ro'parasida g'o'rgina, hali ayyorlikni bilmaydigan, ochiq chehrali yosh ofitserni ko'rdi. Shu topda u dushmanga ham o'xshamas. Hatto Parfyonovda hozirgina o'zining buyrug'i bilan narigi dunyoga jo'natilishiga sal qolgan asirga nisbatan xayrixohlik paydo bo'ldi. "Miltiqchi usta deysanmi?" ikkilandi u. "Hali juda yosh-ku." "Aniq usta", tasdiqladi partizan. "Miltiqlar bilan qanday ishlashni biladi." O'z navbatida Yutaro Toda ro'parasida ko'pni ko'rgan, chorpahil, ichiga chuqur botgan ko'zlari baroq qoshlari ostidan chaqnab turgan kishini ko'rib turardi. Partizanlar komandiri kuchli, o'ziga ishongan odamdek taassurot uyg'otardi. "Bo'pti, qani ustangni sinab ko'ramiz", dedi Parfyonov va poruchikka yuzlandi. "Qurol ta'mirlaysan va undan qanaqa qilib otishni o'rgatasan, xo'pmi?" Saveliy Parfyonov so'zlarini imo-ishora bilan xuddi miltiqni qismlarga ajratib yig'ayotgandek tushuntirdi. Yutaro Toda komandirni tushundi, lekin u partizanlarga ko'maklashib qurollarni tayyorlab bermoqchi emasdi. U o'z askarlarini o'ldirishga mo'ljallangan miltiqlarni ta'mirlaydimi? U rad ishorasini berib bosh chayqadi. "Xohlamayapti", izohladi Parfyonov. "Nimayam derdik? Uni targ'ibotchilarimizga olib boring, darhol fikrini o'zgartirib qo'yishadi." Yapon zobitini qorong'i va bo'm-bo'sh bo'lmaga olib o'tishdi. Ichkariga itarib kirgizishgach, ortidan taxta eshikni yopib, suriladigan lokidon bilan mahkamlashdi. Poruchik alangladi. U urishlarini, tepkilashlarini, hatto qiynashlarini kutgandi, ammo xonada hech qanaqa sirtmoq, qamchi yoki kaltak ko'rinmasdi. Shunda u qandaydir g'imirlashni sezdi. Bo'lma och kalamushlarga to'la edi. Kemiruvchilar odamga tashlandi. Yutaro Toda jon achchig'ida shiftning ko'ndalang to'siniga tirmashib oldi. To'sin bilan shift orasida kichkina bo'shliq bo'lib, u o'sha yerga chiqib o'rnashdi. U boshini pastga egib o'tirar, pastda esa och kalamushlar galasi ko'zlari qizil alangadek tovlanib pitirlar, chiyillagan tovush tobora kuchayardi. Bo'lmada chirindi, o'laksa hidlari anqir, ofitser hatto sarosimaga tusha boshladi. Qurbonga sakrab yeta olmasliklariga amin bo'lgan mahluqlar endi bo'lma devorlariga tashlandi. Ular dag'al taxtalardan yuqoriga o'rmalar, ammo o'zini tuta olmay pastga tushib ketar, ko'tarila olganlari esa shift to'sini orqali engashib o'tirgan odam tomon o'rmalardi.
Yutaro Toda ularni oyog'i bilan tepar, lekin ular o'jarlik bilan yana yuqoriga chiqishga urinar va poruchikni umidsizlik chulg'adi. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin, lekin bunday mudhish o'limga u rozi bo'lmaydi. Bunday och va yovuz maxluqlar to'dasiga tiriklay yem bo'lish. Buni his qilishning o'zi dahshat edi. Jasadi bortlar orasida majaqlanib ketsa ham, endi u otuvga rozi edi. Har qanday halokat unga ne'matdek tuyulardi, lekin aslo bunaqasi emas. Yutaro Toda to'sindan kalamushlarni tepib tushirdi. Atrof dim bo'lib ketgan, u jiqqa terga botgandi va bunday ahvolda uzoqqa bora olmasligini angladi. To'sin qarsillab egilar, ertami kechmi yo sinib ketishi yoki uning o'zi holdan toyib pastga yiqilishi mumkin edi. Ana o'shanda Yutaro Toda qaysarligidan o'kindi. Inson hali tirik ekan, umidini uzmaydi. Mayli, tirik qolsa bo'lgani. U partizanlarga ko'maklashadi. Aytishadi-ku, vaqt soati yetguncha deb. Ilojini topsa qochadi, yo'qsa joniga qasd qiladi. U hammasiga rozi, faqat quturgan kalamushlar galasi to'la bo'lma emas. Yana Lokidon guldiradi. Taxta eshik cho'zinchoq g'ichirlash bilan ochildi. Ichkariga 3 ta partizan kirdi. Kalamushlar chiyillagancha o'zlarini qorong'i burchaklarga urdi. Partizanlar shift tagiga engashib joylashib olgan yapon poruchigini darhol payqay olishmadi. Qara, kallasi ishlabdi, hayratlandi biri. Demak, ulguribdi. Esingdami? Bir oycha oldin bir oq gvardiyachini kiritgandik. U shu qadar imillagan ekanki, kalamushlar 5 daqiqada faqat suyaklarni qoldirishibdi. Ey sen, tush endi. Ketdik yana komandirning oldiga. Yutaro Toda polga sakrab tushib, anchagina yengillik sezdi. Bir o'limdan qoldi-ku, bu yog'iga albatta yechim topiladi. Saveliy Parfyonov poruchikka sinovchan qaradi. Xo'sh, endi ishlaymiz shekilli. Bu safar Yutaro Toda komandirni tarjimonsiz ham tushundi. U shoshgancha bosh irg'adi. Bekorga qaysarlik qilding. Kalamushlar og'ayni istagan odamni gapga ko'nadigan qilishadi. Yutaro Todani kemalar qabristonining ichkarisiga qarab olib ketishdi. U nihoyat o'sha yerda yaponlardan qo'lga kiritilgan qurollar va harbiy aslahalar omborini ko'rdi. Ichdan chiqqan miltiq va pulemyotlar ham ko'p edi. Bu qurollar unga tanish edi. Rus, yapon miltiqlari, inglizlarning Thompson, Shosh, Lewis kabi pulemyotlari va boshqa mamlakatlar aslahalari. Poruchik bilim yurtida qurollarni erinmasdan o'rganganidan xursand bo'ldi. Bu bilimi uning hayotini qutqarib qoldi. Qolgani endi uning o'ziga bog'liq va u ishga kirishib ketdi. Uni partizanlar ishdan chiqqan qurollarni saqlab qo'ygan keng xonaga olib borishdi. Ba'zi anjomlar butunlay yaroqsiz bo'lib ulgurgandi. Poruchik bunday miltiq va revolverlarni zaxira qismlarga ajratib qo'yar, ta'mirlasa bo'ladiganini tuzatardi. Qurol-yaroqlar partizanlar qo'lida nega tez ishdan chiqayotganini tushungandi. Ularda qurollarni moylash uchun maxsus moy yoki surtmalar yo'q edi. Zanglashdan saqlash uchun esa baliq yog'i yoki tyulen yog'idan foydalanishardi. Ammo ular ishqalanadigan qismlarning siljishini ta'minlay olmas va miltiq zatvorlari tezda bo'shab qolardi. Yutaro Toda buni Parfyonovga qo'lidan kelgancha tushuntirishga harakat qildi. Partizanlar rahbari uni to'g'ri tushundi va bir necha kundan keyin poruchikka katta tunuka kanistrda miltiq moyini keltirib berishdi. Partizan bo'linmasining komandiri tirishqoq va fahmli asrdan ko'ngli to'ldi. Yutaro Toda tong qorong'isidan shom tushguncha ustaxonasida mehnat qilardi. U kunduzgi yorug'likni ko'rmasdi. Tashlandiq kemalar makonini kechki zulmat qoplab olganida uni toza havodan nafas olgani palubaga chiqarishardi. Poruchikning hayoti qamoqxona mahkumi hayotidan biroz boshqacharoq edi. U eski barja palubasida sayr qilar, yulduzlarni kuzatar, uzoqda miltillayotgan qishloq chiroqlariga, g'ira-shira ko'rinayotgan kemalarga tikilar va qalbida sog'inch hamda og'riqni his etardi. U ofitserlik faoliyatini bunday tasavvur qilmagandi va shunda ilk bor uni shifokor bo'lishga undagan otasi haqida o'yladi. Ehtimol u haq bo'lgandir. Har qanday holatda ham unga ozodlik kafolatlanishi mumkin edi. Shifokor hammaga kerakli inson. Unda hamma najotkorni ko'radi. Ofitser esa hatto asir tushgan taqdirda ham dushman sifatida qolaveradi.
Ba'zan tushkunlikka tushganida u o'zini o'ldirish to'g'risida o'ylab qolar. Qilayotgan ishi bilan hamyurtlarining halok bo'lishini tezlashtirayotganidan azoblanar, lekin joniga qasd qilish ham imkonsiz edi. Hech qachon uning bir o'zini qoldirishmasdi. Partizanlardan biri doim u bilan birga bo'lar. Hatto kulbasida tunni navbatma-navbat o'tkazishardi. Unga patronsiz qurol olib kelinar, hech qanday o'tkir va kesadigan buyum berilmasdi. Har holda nimqorong'i kulbadagi o'lim uning uchun vaziyatdan chiqib ketish yo'lidek tuyulmasdi. Xo'p, o'zini o'ldirdi ham deylik. Uni ko'mib ham o'tirishmaydi albatta. Jasadni o'sha kalamushlarga yoki kemalar orasidagi qop-qora sovuq suvga tashlab qo'ya qolishadi. Bu haqda o'ylaganda uning eti junjikib ketardi. Yaxshisi qulay paytni poylab, qochib qutulishga urinib ko'rish kerak. Ertami, kechmi, baribir shunday payt keladi. Poruchikni yana bir fikr ezardi. U asirga tushganidan biror hafta o'tgach, Solombalada jang boshlandi. Xuddi kimdir kattakon bolg'a bilan mixni urayotgani singari miltiq ovozi kelar, qisqa pulemyot otishmasi tikuv mashinasining taqillashiga o'xshar, granatalar portlashi gumburlab eshitilardi. Poruchik tushundiki, partizanlar uning bo'lmasiga hujum qilishgan va yaponlar jang qilar, ammo tomonlar teng emasdi. Bir kundan so'ng u yana olib kelingan miltiqlarni ko'rib, bo'linmasi endi yo'qligiga batamom ishonch hosil qildi. Biroq hamma halok bo'ldimi yoki kimdir omon qoldimi, Poruchik buni hech qachon bila olmasdi. U o'zini ayblay olmasa-da, bir vaqtning o'zida ixtiyorsiz ravishda vijdoni azobida qiynalardi. U asirga tushmaganida bo'linmasi komandirsiz qolmas va ehtimol askarlarni qurshovdan olib chiqib keta olgan. Ularni ajal sirtmog'idan xalos etgan bo'lardi. Uni xuddi yosh bola singari ikkita patron bilan laqillatib qopqonga tushirishgandi. Ba'zida u ishni to'xtatib taxtalar orasidan tushib turgan va polda ajabtovur shakllar yasayotgan quyosh nurlariga tikilib o'tirib qolardi. Bahor o'tdi. Shimolning kam quyoshli yozi ham adog'iga yetib borar. U esa na unisini, na bunisini ko'rardi. Odamlar orasida bo'lsa-da, butunlay yolg'izlik unga azob berardi. Poruchik partizanlar bilan imo-ishora va tilmoch Borisovdan eshitgan bir ikkita so'z orqali gaplashardi. O'z navbatida partizanlar ham u bilan ozgina yaponcha va inglizchani buzib gaplashishar, bir-birini tushunsalar-da, ammo bari eng sodda suhbatlar bo'lar va bu muloqot uchun yetarli emasdi. Bora-bora Yutaro Toda tushundiki, asirlikdan qutulishi faqat chidam va sabr toqatiga emas, rus tilini bilishiga ham bog'liq va u astoydil partizanlar nutqini o'rgana boshladi. Har xil buyumlar va tushunchalarning nomlarini so'rar, Parfyonovdan iltimos qilib olgan qog'oz va qalami bilan yangi so'z va ifodalarni yozar. Tezroq xotirasida qolishi uchun ularni takrorlab yodlardi. Rus tilida gaplashuvchilar bilan birgaligi uchun u boshqacha sharoitga tez ko'nikdi va begona, murakkab tilni o'rganishi ham ildamlashdi. Dastlab ruscha so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilayotganini ko'rib, uning ustidan kulishdi. Keyin o'rganib qolishdi va hatto yordam bera boshlashdi. Agar bo'g'inga urg'uni noto'g'ri qo'ysa, talaffuzini to'g'rilashar, tushunmagan joylarini tushuntirishardi. 3 oylardan so'ng u partizanlar bilan durustgina gaplashadigan bo'ldi. Lekin bu bilimi kamligini sezar va jon jahdi bilan harakat qilardi. Har qanday bilim doim foyda keltirishiga uning ishonchi komil edi. Masalan, qurolni yaxshi bilishi uni o'limdan qutqarib qolgan bo'lsa, til o'rganib kutilayotgan ozodlikka erishishi mumkin edi. Yutaro Toda 24 ga kirgandi, ammo boshiga tushgan mashaqqatlar tufayli u yoshlik xom xayollari va qat'iyatidan mahrum bo'lgan. Shu sabab yoshiga qaraganda tezroq ulg'ayayotgandi. Partizanlar ham o'zlarining qurolsoz ustalariga o'rganib qolishdi. Hazil mazaxlar ham tugadi. Uni tirishqoqligi va saranjom sarishtaligi uchun hurmat qilishar, hatto asir emas, balki jangovar taqdirdosh o'rtoq sifatida murojaat qila boshlashdi. Yutaro Todani ruslarning bunaqa ikki taraflamaligi taajjubga solardi. Ular jang paytida dushmanga toshbag'ir va shafqatsiz, ammo tinchlik paytida beg'ubor va mehribon edilar. Yapon zobitiga g'anam sifatida qaramay qo'ydilar. Bu esa noodatiy muhitga ko'nikib ketishida Yutaroga ko'mak berardi. Poruchik shunaqa holat haqida o'ylay boshladi.
Avvaliga partizanlar boshqalardan farqi yo'q umumiy dushmanlar sirasiga kirardi. Endi esa ular ko'z o'ngida aniq-tiniq shaxsiyatlarga ajralib qoldi. Hatto do'stlar orttirdi. Agar u o'zinikilar tomonga qochib o'tib ketsa, oralarida Vasiliy, Nikodim, Avramiy kabi do'stona munosabatlar o'rnatishga ulgurgan pamorlar borligini bila turib, partizanlarga o'qiza olarmidi? Yutaro Toda bir qarashda jo'n to'yilgan ushbu savolga javob bera olmasdi. Yana bir oydan so'ng partizanlar Kemalar qabristonidan Salombalaga ko'chib o'tishdi. Uylarning yog'och devorlaridagi o'q izlari bu yerlarda yaqindagina shiddatli otishmalar sodir bo'lganidan darak berardi. Poruchik o'z bo'linmasi taqdiri haqida so'rab surishtirsa-da, aniq bir javob ololmadi. Ha, halok bo'lganlar bor edi. Qanchaligini kim sanabdi deysiz? Ha, aytmoqchi. Yaponlar o'rmonga qarab chekingandi. Keyin u yerdan ham siqib chiqarishdi. Balki qochib keta olishgandir. Yutaro Toda angladiki, unga bor haqiqatni aytishga botinishmayapti. Yoki bu harbiy sir, yoki uni xafa qilgilari kelmayapti. Ehtimol shu va boshqa taxminlar xalal berardi. Endi u qishloqda bamayli xotir yura olardi. To'g'ri, ortidan hanuz kuzatishar, lekin hech nimadan qismasdilar. Oqlarning qismlari bilan jangovar harakatlar endi Arxangelsk atrofida, undan nariroqdagi Shenkursk va Kotlasda ketayotgandi. Janglar esa qurbonsiz bo'lmaydi. Yutaro Toda u yoki bu og'aynisining halok bo'lganini bilganida chin yurakdan xafa bo'lardi. Uning urushga munosabati o'zgara borardi. Tushundiki, urushlar ikki xil, ya'ni ozodlik va bosqinchilikka bo'linadi. Ayni paytda esa pamorlar o'z yerlarida qanday xohlashsa shunday yashash huquqi uchun ozodlik urushini olib borar. Poruchik borgan sari ularga xayrixoh bo'lib borayotganini sezardi. U ushbu qonli to'qnashuvlarda o'z rolini hali aniq belgilab ololmayotgandi. Axir o'zi ham ushbu zaminga tinchlik maqsadida kelmagan. Demak, u ham mana shu insonlarning ozodligiga daxl qilgan. Biroq boshqa tomondan u rad eta olarmidi va uni bosqinchi sifatida qabul qilishlari mumkinmidi? Yutaro Toda buni ham qabul qilishni xohlamasdi. U ofitser edi. Burch va shan kabi tushunchalar uning uchun ikkinchi darajali bo'lmagan. Keyin o'z mamlakatining manfaatlarini ham unutib bo'lmasdi. U Salombalada shu kabi ikkilanishlar bilan 1,5 yil yashadi. Rus tilida endi ancha erkin gaplashar, har qalay unga nima deyishayotganini tushunar, o'ziga nima kerakligini ham tushuntirib bera olardi. Ishlari ham ko'payib ketdi. Partizanlar ko'plab qurollarni o'lja sifatida qo'lga kiritayotgandilar. Yutaro Toda ularni tartibga keltirdilar va partizanlarga bu qurollardan qanday foydalanishni o'rgatardi. Endi unda patronlar serob edi. U partizanlar jang paytida ortiqcha vaqt sarflamasligi uchun pulemyotlarning disk va lentalarini, miltiq halqalarini patron bilan to'ldirardi. O'zini otib tashlashga, qo'lidagi quroli bilan asirlikdan qutulib ketishga urinishi mumkin edi, lekin bularning hech birini xohlamasdi. Qochadi ham deylik, lekin qayerga? Butun atrofda partizan otryadlari harakatlanar, o'rmon orqali yakka holda o'zinikilar tomonga qochib o'tishga urinish muqarrar o'limni anglatardi. Keyinchalik u inson hayotining qadr-qimmatini qalban angladi. Inson hayoti qisqa va tez oqar, lekin muhlati tugamay turib, uni uzib tashlash to'g'rimi? Uni ma'no mazmun bilan to'ldirish yaxshiroq emasmi? Axir shunda shaxs sifatida muhimroq odamga aylanasan hamda boshqalarga ham ma'no va iliqlik baxsh etasan. Faqat bu tushunchaning mohiyatidan Yutaro Toda hali bexabar, lekin shunday vaqt kelishini va uni anglab yetishini bilardi. Bu orada u yengilgina sevgi ishtiyoqini boshdan kechirdi. Qizlar haligacha uning taqdirida juda kam ahamiyat kasb etardi. Harbiy bilim yurtidagi mashg'ulotlar bu kabi hoyu havaslarga umuman vaqt qoldirmasdi. Latofatli jins vakillalari bilan lahzalik uchrashuvlar bo'lib tursa-da, yo'l-yo'lakay ko'rishishlardan qalbida biror iz qolmasdi. Bir kuni uning ustaxonasi joylashgan kulba eshigini kimdir taqillatgandek bo'ldi. So'ngra eshik ochildi va xonaga bir qiz kirib keldi. Sovuqdan qizarib ketgan qizning bo'yi o'rtacha bo'lib,
kalta po'stin, kigiz etik va mo'ynali telpak kiyib olgandi. Qiz telpagini yechgach, ostonada turgancha oyoqlarini yerga urib, etigining qorini qoqdi. Undan shu qadar beg'uborlik, qaynoq yoshlik va joziba ufurib turardiki, poruchik o'zini yo'qotib qo'ydi. Yutaro uning salomiga ham javob bermay, ko'zlarini katta ochgancha qizga qarab turardi. "Yordamingiz kerak", dedi qiz. U poruchikka hayratlanarli darajada go'zal tuyuldi. Salombalada ayollar unchalik kam emas, lekin ularga deyarli ishi tushmagan. Muloqotlari faqat erkaklar bilan cheklanar, endi esa o'zini xuddi ertakka tushib qolgandek his etayotgandi. Yutaro Toda o'zini qo'lga olishga urindi. "Agar qo'limdan kelsa", ming'irladi so'ng. "Qo'lingizdan keladi. Aytishlaricha, yaxshi usta ekansiz." "Yaxshi, agar shunday bo'lsa", poruchik beixtiyor jilmaydi. Qiz u bilan erkin gaplashar, qishloqdagilarga xos tortinchoqlik unga yot edi. Gaplashayotganda nigohini olib qochmay, katta kulrang ko'zlari bilan unga tikilib turardi. Bu hayratlanarli, shu bilan birga noodatiy edi. "Xo'sh, nima bo'ldi ekan?" qiziqsindi Yutaro. Qiz qandaydir uy ro'zg'or anjomini sozlab berishni iltimos qilsa kerak deb o'ylagandi, ammo bunday bo'lmadi. Qiz po'stini orasidan mauzer chiqardi. Negadir o'q chiqmayapti, nishonni aniq urmayapti ham. Poruchik faqat bosh chayqab qo'ydi. U hali qiz badanining iliq harorati saqlanib turgan to'pponchani qo'liga oldi-da, sinchiklab qaradi. "Bu ayollar o'yinchog'i emas. Men oddiy ayol emas. Otamning otryadida jangchiman", deya qiz kulib yubordi. Nimqorong'i kulbada uning tekis, oppoq tishlari yaraqlab ketdi. Yutaro Toda unga javoban jilmaydi. "Ha, unday bo'lsa, otang kim?" "Saveliy Parfyonovku, sen uni bilasan." "Ha, albatta, lekin uning shunaqa qizi borligini bilmagan ekanman. Men eng kichkinasiman, shuning uchun otam doim yonida olib yuradi. Uning o'g'li yo'q, 3 ta qizi bor. Opalarim erga tegib ketishgan. Men esa otamning oldidaman, xuddi yordamchisidekman. U yoqqa bor, buni olib kel degandek." "Janglarda ham qatnashasanmi?" "Otam qo'ymaydi, qo'rqib avaylaydi, lekin ba'zida otishimga to'g'ri keladi. Ayniqsa, oqlar bostirib kelganida. Mana bu esa meni sharmanda qilyapti." Qiz poruchik ushlab turgan mauzerga qarata bosh irg'adi. "Qani ko'raylikchi." Yutaro Toda tezda va odatdagidek sinchkovlik bilan to'pponchani tekshirdi. Qurol yaxshi, lekin injiq. Prujinasi bo'shab qolgan, shuning uchun patronni yaxshi chiqarmaydi. Nishonga oluvchi moslama ham qiyshayib qolgan. Mushka nishonga olish teshigi bilan mos kelmayapti. Shuning uchun aniq urmaydi. Tuzatsa bo'ladimi? Ishbilarmonlarcha so'radi qiz. Yutaro Toda prujinani yangisiga almashtirdi, mauzerni tozalab moyladi, nishonga olgichni to'g'riladi. "Tashqarida poliz atrofida bir otib ko'r, nishonga olishini tekshir. Keyin kelib aytasan. Balki yana to'g'rilash kerak bo'lar." "Albatta shunday qilaman", va'da berdi qiz. So'ngra o'smoqchilab so'radi. "Ha-ya, sen pulga ishlaysanmi yoki?" "Men asirman-ku", eslatdi unga poruchik. "Qornimni to'qlashadi, ko'rib turibsan. Yotoq bilan ta'minlashgan, yana nima talab qilishim mumkin?" "Qanaqasiga asirsan?" bosh chayqadi qiz. Uning qalin, yengil jingalak sochlari yanada yoyilib ketdi. "Qachondan beri bizda yashaysan? Tag'in yordam berib turibsan. Sen o'zimiznikisan. Aytmoqchi, oting nima?" "Yutaro, partizanlar meni Yura deyishadi." "Demak, men ham seni shunday chaqiraman. Senikichi? Meni Nastyona deb chaqirishadi. Bo'pti, men ketdim, lekin yana kiraman. Albatta, xursand bo'laman." Shunday qilib u etigi bilan eshik oldida muzlab yotgan qorni g'arsh-g'ursh qilib yurib ketdi. Poruchik yelkasiga Parfyonov sovg'a qilgan issiq po'stinni tashladi-da, Nastyonaning ortidan chiqdi. So'ng to kulbalar orasida ko'rinmay ketguncha qizni nigohlari bilan kuzatib qoldi. Kuzatarkan yuzidan tabassum ketmasdi. Ayni damda qalbidagi zulmatga yorqin quyosh nuri kirgandek g'alati tuyg'uni his etayotgandi. Havo sovuq edi. Nafas olganda og'izdan hovur chiqar, u esa izg'irinni ham sezmasdi.
o'z xayollari va kundalik yumushlariga g'arq bo'lgan poruchik atrofini o'rab turgan tabiat go'zalligini payqamagandi. Endi esa ushbu go'zallik unga to'la to'kis namoyon bo'ldi. Birorta bulut ko'rinmayotgan osmon ko'm-ko'k, biroq xuddi ayoz bilan qoplangandek oqish tusda edi. Oftob qizg'ish sariq shar shaklida qishloq uzra osilib turar. Oppoq va yumshoq qor uchqunlari ming xil tovlanardi. Qalin qor uy tomlarini, daraxtlar shoxlarini qoplab yotar. Archa shoxlari uzra dabdabali libos to'shagan. Uning oppoqligi yaqindagi o'rmonning qop-qora rangi, daraxtlarning jigarrang tanasi, uy mo'rilaridan tikkasiga taralayotgan ko'kshirang tutunni yaqqol ajratib turardi. Olam turli xira ranglar bilan to'la. Yutaro Toda esa ushbu manzaraga maftun holda turardi. Nastyona bilan uchrashuv uni jonlantirgan, barcha hissiyotlarini uzoq vaqt kishanlagan yaqin kunlardagi karaxtlikni unuttirgan. U yana yoshligiga, quvonish hissi va rang-baranglikka qaytgandi. O'sha kundan boshlab Nastyona yapon qurolsozning ustaxonasiga serqatnov bo'lib qoldi. Odatiy tasavvurlar doirasiga kirmaydigan barcha noodatiy narsalar g'aroyib tuyulgani kabi, Yutaro ham unga qiziqarli tuyulardi. Zobit ham qizning xayolini zabt etgandi. Qolaversa, ular yosh edilar. Yoshlik esa shunday ohanraboki, u o'ziga tortganida taslim bo'lmaslikning tamoman iloji yo'q. Ular sho'x-shodon suhbatlashishar va Yutaro Todaning rus tilini o'rganishi anchagina jadallashgandi. Qiz kular va yigitning talaffuzini mazax qilar, biror so'zning qanday aytilishini tushuntirar va poruchik uni tirishqoqlik bilan o'rganardi. Ular uchun bu ustoz ham, shogird ham nimadir yangi narsani bilib oladigan maktab bo'layotgandi. Nastyonaga hamma narsa qiziqarli edi. U Yutaro Todadan vatani, odamlar qanday yashashi, nimalar bilan shug'ullanishi, tabiati haqida, qishda havo sovuqmi yoki yo'q, hamma narsa haqida so'rardi. Ularda jang ketyaptimi yoki tinch yashaydilarmi? Oq gvardiyachilar va bolsheviklar u yerlarda ham bormi? Savollar shu qadar soddaligidan poruchik kular, qo'lidan kelganicha qizga o'zi tobora sog'inayotgan va yetib borishga muyassar bo'la olmayotgan olis Yaponiyasi haqida hikoya qilib berardi. Lekin bu turdagi uchrashuvlar poruchikning ruhini ko'tarardi. U ancha ochilib qolgan, lablaridan tabassum arimas va buni qishloqdagilarning barchasi sezdi. Odamlar ular haqida gapira boshladilar va Saviliy Parfyonov kunlardan birida Yutaro Todaning ustaxonasiga kirdida, "Negadir qizim senikiga ko'p keladigan bo'lib qoldimi?" deb so'radi. Poruchik xijolat tortdi. "Yomon xayolga bormang, biz shunchaki do'stmiz, xolos. Gaplashyapmiz. U menga rus tilini o'rgatyapti." "Xudo xayringni bersin", deya Parfyonov qalin soqolini tutamladi. "Ammo ko'zingga qara. Nastyona bilan ko'p ham o'ynashaverma. Bizda bunga qattiq qarashadi." U ketgach, Yutaro Toda o'yga tolgancha uzoq o'tirdi. U partizan otryadi komandirining qiziga munosib emasligini yaxshi bilardi. Shuningdek, jiddiy bir munosabatni ham ko'zlagani yo'q edi. Faqat e'tibori va qalban mehribonligi uchun qizdan juda minnatdor edi. Chunki shu tufayli o'zida yana hayotga qiziqish uyg'ongandi. Unda avvalgi g'ayrat, shijoat, bo'layotgan voqea hodisalar girdobiga faolroq kirishishga intilish paydo bo'ldi. O'sha kundan boshlab ular Nastyona bilan kamroq uchrasha boshladilar. Otasi u bilan qattiqroq gaplashdimi yoki qizda boshqa bir mashg'ulot paydo bo'ldimi, ishqilib undagi sovush sababini Yutaro Toda baribir bila olmadi. Ammo endi Nastyona uning ustaxonasiga deyarli kirmay qo'ydi. Keyinchalik esa butunlay ko'rinmay qoldi. 1 yildan so'ng Pamor yigitga turmushga chiqdi-da, u bilan baliqchilar qishlog'iga jo'nab ketdi. Shundan so'ng Yutaro Toda uni qaytib ko'rmadi. U qizning pushtirang go'zal yuzini, u bilan gaplashgandagi ochiqligi va samimiyligini uzoq vaqt eslab yurdi. Yutaro taqdir unga qisqa bo'lsa-da, hayotida muhim o'rin tutgan mana shunday uchrashuvni in'om etganidan minnatdor edi. Qish tugab, qor eridi. Yo'llar ochilib, qisqa fursatli osudalik og'ir jangovar harakatlar bilan almashdi. Qizil armiya qismlari hamda partizan birlashmalari
ikki tomondan siquvga olgach, oq gvardiyachilar polki Solikamsk va Vologdaga qarab chekindi. Ammo u yerlarda ham qaqshatqich zarbalarga duchor bo'ldi. Partizanlar Arxangelskni ozod qildilar va birlashma shtabi, ilgari yapon otryadi shtabi bo'lgan, bir paytlar polkovnik Isikura yig'ilish o'tkazgan uyga joylashdi. Buni anglagan poruchikning ko'ngli buzildi. Sobiq shtab joylashgan uy tepasida yapon bayrog'i o'rnida endi qizil bayroq hilpirar. Arxangelskda esa sovetlar hokimiyati o'rnatilgan va yangidan tashkil qilingan Pomorlar kengashini yana Saveliy Parfyonov boshqarardi. Yutaro Toda Arxangelskda bildiki, ishchi hamda kambag'al dehqonlarning ichki va tashqi kontrrevolyutsiyaga qarshi qurolli kurashi yirik muvaffaqiyat qozongan. Sharqdan admiral Kolchak qo'mondonligidagi, janubdan general Denikin va g'arbdan esa Yudenich boshchiligidagi oq gvardiyachilarning hujumi qaytarilgan, so'ngra butunlay tor-mor qilingandi. Antanta davlatlari urinishlari befoydaligini fahmlab, o'z armiyalarini chaqirib oldilar va sovetlar mamlakatining blokadasi bekor qilindi. Dunyodagi birinchi sovet davlati saqlab qolindi. Partizanlar faol ishtirokida Ural, so'ngra Sibir ozod qilingan. Shimolda va Kaspiy dengizi yoqalaridagi oq gvardiyachilarning qolgan qo'shinlari siqib chiqarilgandi. Yutaro Toda ushbu xabarlarni Pomorlar sovetida aralash hissiyotlar bilan tingladi. Yapon qo'shinlari ham o'z yurtlariga qaytgan, endi o'zinikilar tomonga qaytish ham qiyin masalaga aylangandi. Ochig'i, o'zi ham bilmasdi. Qadrdon bo'linmasiga qaytishni xohlagan bo'larmidi u? Partizanlar bo'linmasida o'tkazgan 2 yili bejiz ketmagandi. Endilikda u ko'p narsalarni tushunib qolgan va boshqacha qabul qilardi. Saveliy Parfyonov poruchik qanday hissiyotlar girdobida qolganini sezib turardi. "Mana ko'rgin", dedi Parfyonov Yutaro Todaga. "Mana bu qog'ozni Moskvadan oldik. Qara, nimalarni yozishibdi." Parfyonov olingan xabar nafaqat Yutaro Toda, balki kengash xonasida o'tirgan barchaning ongiga yetib borishi uchun baland ovozda o'qiy boshladi. Fuqarolar urushi xalqning boshiga ulkan kulfatlar yog'dirdi. Janglardagi ochlik, kasalliklar va terrordan 13 millionga yaqin kishi, jumladan Qizil armiya saflaridan 1 millionga yaqin jangchi halok bo'ldi. Fuqarolar urushi oxirida 2 millionga yaqin kishi mamlakatdan ko'chib ketdi. Xalq xo'jaligiga yetkazilgan zarar 50 milliard tilla rublni tashkil qildi. Sanoat ishlab chiqarishi 1913-yildagi darajadan 20% gacha tushib ketdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish qariyb 2 baravarga qisqardi. O'zimizning o'lkamizga qarab ham xulosa qilsangiz bo'ladi, davom etdi Saveliy Parfyonov. Sog'lom va baquvvat erkaklarimizning qanchasidan ayrildik. Qanchadan qancha oilalar boquvchisiz yetim qolishdi. Baliq tutish va ov nimaligini qariyb esdan chiqardik. Yerlarimiz shudgorsiz qoldi, ochlik va kasallik har bir xonadonga joylashib olgandek bo'ldi. Og'ir, juda og'ir bo'ldi. Lekin rostakam hayotni qurishimiz o'zimizga bog'liq. Kelinglar, oqlarni oxirigacha uraylik. Ularning otryadi qoldiqlari o'rmonlarimizda, olis qishloqlarimizda yashirinib yotibdi. Qaroqchilik va talonchilikni davom ettiryapti. Oxirigacha urushaylik. So'ng barcha buzilganlarni tiklaymiz. Yutaro Toda ham bu so'zlarni aralash hissiyotlar bilan tingladi. Urush pomorlarga qanday kulfatlar keltirganini u o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Garchi ofitserlik burchini bajargan bo'lsa-da, ushbu voqealarda o'zining ham ma'lum darajada aybi bor edi. Ammo buni o'z burchini bajargani bilan oqlab bo'ladimi? Chunki pomorlar Yaponiyaga emas, balki uning o'zi ularning yeriga qo'lida qurol bilan kirib kelgan. To'g'ri, mana 2 yildan buyon shimolliklarga mashaqqatli jangovar kurashishda ko'maklashmoqda. Lekin uning bu ko'magi qonli to'qnashuvlar olovini so'ndirish uchun yetarlimidi? Parfyonov unga bir necha marta harbiy masalalar bo'yicha maslahatchi vazifasini taklif qildi. Chunki unga o'quv yurtida poruchik o'zlashtirgan maxsus bilimlar yetishmayotgandi. Lekin Yutaro Toda
har doim rad etar va bir-biriga qarshi kurashayotgan har ikki tarafning o'ziga yarasha haqiqati bor deb hisoblardi. Endi u oq gvardiyachilar guruhlarini siqib chiqarishda pomorlarga faol ko'maklashishga ahd qildi. Eshitgani fuqarolar urushidagi xalq yo'qotishlari uni dahshatga soldi. U qizillar tarafida ham, oqlar tarafida ham emas, faqat urushga qarshi edi. Poruchik har bir mamlakatda armiya boshqa bir davlat yeriga bostirib kirish uchun emas, balki o'z yerining himoyasi uchun kerakligiga ishonch hosil qildi. O'sha kundan boshlab Poruchikning hayoti boshqacha ahamiyat kasb eta boshladi. U sutkalab partizan birlashmasi shtabida qolib ketadigan bo'ldi. Xaritada otryadlar harakatini belgilar, qayerda pistirmalar qurish kerakligi, dushmanni qanday qurshovga olish va qarshilik ko'rsatishni to'xtatishga majburlashni tushuntirardi. Parfyonov o'zining aqlli maslahatchisidan ko'ngli to'q edi. "Kallang yaxshi ishlaydi oshna", dedi u gumburlagan tovush bilan. "Tez ilg'aysan, sizning Yaponiyangizda aql bilan o'rgatisharkan." Nima ham derdik, Yutaro Todaga bu so'zlar yoqib tushardi. U dushmanning shaharga qo'qqisdan hujumiga qarshi arxangelskliklar kovlagan mudofaa inshootlarini ko'zdan kechirgach, ularni tanqid qildi. "Mana qarang", dedi u Saveliy Parfyonovga. "Har bir jangchi uchun okop qazigansiz, lekin ular bir-biri bilan bog'lanmagan. Agar kimdir yaralansa, unga yordam berish uchun oldiga qanday o'tasiz? Okoplarni xandaqlar bilan bir-biriga bog'lash zarur. Bu bir. Qolaversa, har bir okopning oldida o'q va bomba parchalaridan himoya qilish uchun yasama do'nglik qilingan. Ehtimol to'g'ridir, lekin bu tepachalar uzoqdan ko'zga tashlanib turibdi va dushman aniq nishonga olishi uchun yaxshi mo'ljal bo'ladi." Chinakam shimollik dengizchi o'zidan qariyb 2 barobar yosh maslahatchining so'zlarini eshitarkan, sersoch ensasini qashirdi. Unda nima qilish kerak? Bu do'ngliklarni yo'qotish va jangchi unda bor bo'yi bilan tik tura olishi uchun okoplarni chuqurlashtirish hamda shox-shabbalar va chim bilan yashirish kerak. Va yana, oqlarning yengil to'plari bor. Ularni osongina g'ildiratib kelib, kovlagan istehkomingizni to'g'ri mo'ljallab o'qqa tutadi. Sizlarda to'p yo'q. Demak, tungi reydlar qilib, to'plarni ishdan chiqarish uchun ularning artilleriyasi turgan joyga hujum qilish kerak. Aks holda to'qnashuv davom etaveradi. Bundan tashqari, boyagi okoplar va himoya do'ngliklari yordamida dushmanni chalg'itish uchun yolg'on pana joylar tashkil qiling. Faqat u durbinda ko'rinadigan darajada bo'lsin. Shunda ular o'sha okoplarni to'pdan o'qqa tutaveradi. Oq gvardiyachilar shusiz ham kam bo'lgan snaryadlarni behuda sarflab bo'lgach, o'rmon va tundraga chekinadi. Bu yerda ularni osongina qo'lga olasizlar. Ular butunlay notanish sharoitda jang qilishyapti. Sizga esa bu yerning har bir qarichi yaxshi ma'lum. Pomorlar Poruchikning maslahatlarini minnatdorlik bilan qabul qilib, tavsiyalariga quloq tutishdi. Talafot kamayib, janglar muvaffaqiyatliroq kecha boshladi. Yutaro Toda partizanlar birlashmasi komandirining maslahatchisi sifatida harakat qilar, ammo qo'liga miltiq olmas. Jang harakatlarida faol ishtirok etishga o'zini haqli hisoblamasdi. Lekin bu holat bir voqea yuz berib, qalbini tug'yonga keltirganidan so'ng o'zgardi va bo'layotgan hodisalarga boshqacha qarashga majbur qildi. Har ikki taraf ham jon jahdi bilan qarshilik qilardi. Qizillar ham, oqlar ham yarashuv haqida gap so'z bo'lishi mumkin emasligini, qaysidir tomon batamom yakson qilinishini yaxshi tushunardilar. Asirlarni otib tashlashar, chunki ularga joy ham yo'q, saqlab turish ham ortiqcha yuk edi. Lekin partizanlar inson parvarligini hali yo'qotmagan, oq gvardiyachi asirlarni azoblamas, ularni ortiqcha qiynamasdilar. Oqlarning vahshiyliklari chegara bilmasdi. Ular asirlarga miltiq uchini suqib olar, ko'ksiga yulduzcha o'yishar, qonli yaralariga tuz sepishardi. Partizanlarni tiriklay yerga ko'mishar, ularni olovda kuydirishardi. Ularni osishar yoki qilich bilan nimtalashardi. Bunday vahshiyliklarni Yutaro Toda tushunmasdi. Dushman senga qarshi urushayotgan paytda dushmanligicha qoladi deb hisoblardi u. Lekin asirga tushgach u dushman bo'la olmaydi. Endi unga asirlar bilan insoniy muomala qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiyalar qo'llanadi. Bu yerda esa hech qanaqa shartnomalar, insonparvarlik tamoyillari inobatga olinmasdi. Endi Poruchik ham oqlarga qarshi jang qila boshladi.
U kechki reydlarda ishtirok etar, oqlarning pozitsiyalariga bekinib borib, qo'qqisdan hujum qilardi. Dushman artilleriyasini, o'q-dori omborlarini yo'q qilar va ustidan oqlar pulemyotdan ketma-ket o'q otganida yerga qapishib yotardi. Partizanlar Mezendan oqlarni quvib chiqarib shaharga kirib borishdi. Uylarning biri oldida olomon to'planib turardi. Yutaro Toda ham o'sha tomon yurdi. Ko'rganlari esa qalbini larzaga soldi. Uyning yog'och to'sinli devoriga 2 qizning jasadi mixlab qo'yilgandi. Ular qip-yalang'och yechintirilgan hamda qilich bilan nimtalab tashlangandi. Vahshiy jallodlar ularning qorinlarini yorib, ichiga kitob tiqishgandi. Bu 2 qiz Mezenga maktab ochib, bolalarni savodli qilish uchun kelgan o'qituvchilar bo'lib chiqdi. Olomon orasidan hiqillagan va ho'ngrab yig'lagan tovushlar eshitildi. Ko'rganlaridan Yutaro Todaning ko'zlari xiralashdi. Ko'zlariga yosh kelganidan uyalib, tezroq chetga o'tishga shoshildi. Oqlarning vahshiyliklari uni dahshatga soldi. Dushmanlarni o'ldirish mumkin, lekin ayollarni, Vologdadan eng ezgu niyatlar bilan kelgan o'qituvchi ayollarni qatl etish, bu uning ongiga sig'masdi. U dushmanlarga qarshi hamma bilan baravar jang qila boshladi. U faqat bir ishni qilmadi, asirlarni otmadi. To'g'risi, uni bunga hech kim majburlamadi ham. U yirik partizan birlashmasida komandir maslahatchisi, aniqrog'i, 2-chi odam edi. Jangovar amaliyotlar chog'ida ko'pincha u yerga archa shoxlarini to'shab, ustiga kalta po'stinni yopingancha o'rmonda tunab qolardi. Ba'zan uzoq sayohatlar qilar, otda yurishni o'rganib olgan va bu borada tajribali otliqlardan kam emasdi. Uning partizanlar safidagi 3-yili tugab borardi. Ular Yutaroning yapon ofitseri ekanini, Pamoriyaga dushman sifatida kirib kelganini ham allaqachon eslaridan chiqarib yuborishgandi. U xuddi arxangelskliklardek bo'lib ketgan, uni hurmat qilishar, poruchik bilan hisoblashishardi. O'z navbatida Yutaro Toda ham buni tabiiy hol sifatida qabul qilardi. Kechqurunlari gulxan atrofida o'tirgancha partizan qo'shiqlarini tinglar va o'z taqdiri haqida o'ylar. Uning g'alati burilishlaridan hayron bo'lardi. O'shanda Nagoyadagi ofitserlar bilim yurtiga o'qishga kirganida olis Rossiyaning shimolida partizan bo'lishini, mansab va ofitserlik faoliyati to'g'risida o'ylamay jangga kirishini tasavvur qilganmidi? Aytgancha, u partizanlar orasidagi yagona chet ellik emasdi. Ularning safida koreyslar, xitoylar, chexlar, serblar, polyak, hatto bir shotland ham bo'lib, unga doim hazillashishar va issiqqina paxtali shimini ayollarning bo'z yubkasiga almashtirishni taklif qilishardi. Poruchik tutab yonayotgan gulxanning o'rmalayotgan alangasini kuzatarkan, olovga quruq cho'p tashlab, uzoqlarda qoldirib ketilgan vatani haqida o'yladi. Avvalgi hayoti unga tushda kechgandek tuyular, xuddi bo'lak-bo'lak lahzalarga bo'linib, bir butunligini yo'qotgandek edi. O'tgan 3 yilda u juda ko'p ko'rgiliklarni boshidan o'tkazgan, hozirgi voqelik esa o'tmish qiyofasini to'sib qo'ygandi. U hatto ruscha fikrlay boshlaganini sezib qoldi. Begona til unga odatiydek bo'lib qolgan va fikrini ruschada deyarli erkin tushuntira olar. Hatto o'zi ham sezmasdan pamorlar lahjasining barcha xususiyatlarini o'zlashtirib borardi. U o'yga toldi. Endi uyga qayta olarmikin va hozirgi holatini qanday qabul qilisharkin? Uni Yaponiyada tushunisharmikin? Nega va qanday qilib partizanlar orasida paydo bo'lib qolgani hamda qo'lida qurol bilan ularning haq-huquqini himoya qila boshlaganini ravon tushuntira olarmikin? Bu fikrlar tashvishga solgan sari ularga javob topmoqchi bo'lar va topa olmas. Shu sabab bunday mulohazalarni o'zidan quvib solishga harakat qilardi. Yutaro Toda 26 yoshga to'ldi, lekin yoshiga nisbatan ancha katta ko'rinardi. O'lim xavfi bilan to'la og'ir hayot uni yashagan yillariga nisbatan tezroq ulg'aytirgandi. Ba'zan oynaga qarab, u o'zini taniy olmasdi. O'smirlarga xos yumaloq yuz yo'qolgan, u quruqroq bo'lib qolgan. Ko'zlarda ilgarigi beparvolik ko'rinmas, nigohlari teran va o'tkirlashgandi. Bu ko'pni ko'rgan erkak qiyofasi edi. Qizil armiya
qolgan oq gvardiyachilar otryadlarini shimolga siqib borar, partizanlar ularning harakatini cheklar va dushmanlar xuddi ikki ulkan tegirmon toshi orasida ezilayotgandek ahvolga tushardi. Yaqinroqda jang qilayotgan qizil armiyachilar komandiri partizanlarga Katlasni oq gvardiyachilardan ozod qilishda birga amaliyot o'tkazishni taklif qildi. Oq gvardiyachilar qo'lida jang qilayotgan anchagina sonli qalmiqlar jazo otryadlari vazifasini o'tayotgandi. Qizil armiyachilarning esa ular bilan alohida hisob-kitoblari bor edi. Yutaro Toda bo'linmasi shtab boshlig'i bilan bo'lajak harbiy amaliyotning barcha ikir-chikirlarini kelishib oldi. Kotlasga o'zlarini sezdirmay yashirin yetib borishdi. Shaharni uzoqdan halqaga olishdi. Shundan keyinroq uni toraytirish hamda raqibni butkul yo'q qilish mumkin bo'lardi. Qurshov yakunlangach, raketa signaliga ko'ra dushman turgan joyga hujum boshlandi. Hujumni esa ayni tong otib ulgurmasidan soqchilar mudrab, hushyorlikni yo'qotayozgan paytda uyushtirdilar. O'z odamlarini begonalardan farqlash uchun partizanlar qo'liga qizil bog'ichlar taqildi. To'satdan hujumga uchragan oq gvardiyachilar bahamjihat qarshilik ko'rsata olmadi va guruhlarga bo'linib ketdi. Ko'pchiligi chala-chulpa kiyingan, lekin jon jahdi bilan himoyalanar, chunki qo'lga tushsa, rahm shafqatga umid qila olmasligini yaxshi bilishardi. Ikkala tomondan ham talofatlar ko'p bo'ldi, biroq har bitta halok bo'lgan partizanga o'nlab oq gvardiyachilar askari to'g'ri kelardi. Saveliy Parfyonov yaralangani to'g'risida xabar tarqalganida partizanlar dovdirab qoldi. Bunday sharoitda komandirsiz qolish harakatlarda birdamlikdan mahrum bo'lishni anglatardi. Shunda Yutaro Toda jangda yetakchilikni o'z bo'yniga oldi. U tezda vaziyatni baholab, aniq va lo'nda buyruqlar bera boshladi. Bundan ruhlangan partizanlar shaharning har bir uyi, har bir ko'chasi uchun yangi kuch bilan jang olib bordi. Kechga borib Katlas ozod qilindi. Faqat kam sonli oqlarga qurshovdan chiqib qochish nasib etdi. Yutaro Toda partizanlar qo'shinining yaralangan komandiri yotgan uyga kirdi. Uning yuzi oqarib ketgan, ko'zlari kirtayib qolgandi. Parfyonov ko'p qon yo'qotgan, lekin jarohat hali unchalik xavfli emasdi. "Mana o'zing ham kelding", dedi xirillab Parfyonov. "Rahmat og'ayni, o'rnimda turganing uchun. Askarlar seni maqtashdi. Chinakam er-yigit ekansan. Shoshgan ekanman-da, Nastyonani senga berishim kerak edi." Saveliyning yuzida zaif jilmayish paydo bo'ldi. U hazillashardi, ammo bu orqali Yutaro Todani o'zi bilan teng ko'rayotganiga iqrorlik sezilardi. Buni poruchik juda qadrladi. U uyidan chiqdi-da, ayvonda turib qoldi. Yozning issiq tafti poyoniga yetar, oftob yashil o'rmon cheti uzra botib borardi. Shahar ko'chalari qizil askarlar va partizanlarga to'la edi. Asirlarni olib ketishar, uylariga joylashishar, qo'lga tushirilgan qurol va o'ljalarni uyum qilib to'plashardi. Kulgi ovozlari, sho'x xitoblari eshitilardi. Yutaro Toda birdan Pamoriyaga kelganiga rosa 3 yil to'lganini esladi. 3 yil. Bir qarashda uzoq vaqtdek ko'rinmasa-da, bu orada shunchalik ko'p voqea sodir bo'ldiki, ularni boshdan kechirish uchun kimgadir bir umr kamlik qilardi. U zinapoyada yana biroz turdi.